men O'zbekistonda. Ketyapsiz sanoqqa? O'sha demasin, O'zbekiston o'sha desa, men aeroportdan bo'ldim. Shuning uchun qilyapman-da, erta yana chiqmay qolib bir nima bo'lib qolsa, O'zbekistonga tushganimdan keyin muammo bo'lsa ham mana shu xalq bor. Izimdan kuyib yig'layotgan otam, onam bor, boshqa hech kim yo'q. Qaranglar, mana shu oxirgi prямой efir bo'lib qolishi mumkin. O'zbekistonga tushaman hozir. Samolyotga uchamiz. Agar nima bo'ladi, qamalib qolamanmi, nima bo'lib qolsa ham qaranglar sizlar. Xavotir olayotganlar bor mana shu ichimizda. Sigaretingiz bormi? Yo'q, sizga kalonkan yo'q ko'rmaydigan, sigaret chekaman. Привет. Салам алейкум. Yaxshi insonsiz, rahmat. Joninglar sog' bo'lsin, rahmat. Hozir oxirgi prямой efirimiz bo'lishi mumkin. Hozir ko'rasizlar, aldayapti deydi. Aeroportga ketyapman hozir. Aeroportga ketyapman. Nasib bo'lsa xudo xolasa. Nima, yana ana qo'shilib qoldimi? Nima tinqillayapti endi? Nega ochib qoldim? Qo'yaptim benzin. Uxlayaptimi yo'q? Juda chekkada ekan, zapravka. Bitta joyga bir yerga yo'q. Qasay chiqamiz. Yerga. Dubayga yuraman. Xudo xolasa nasib bo'lsa 2 soat, necha soat uchadi samolyot? 4 soat, 3,5 soat. 3,5 soatda Toshkentda bo'laman, xudo xolasa. TikTok tugadimi deydi. Nima uchun tugadi TikTok? Niyatda yaxshi qiling aka dedim. Nasib bo'lsa niyatda yaxshi qilib boramiz. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Kutib olishga borayman dedim. Kutib olayotganlar bor o'zi. Aeroportdan tushganimdan kutib olishadi. Qattiq insonlar. Assalomu alaykum. Katta bir. Qancha bo'pti? Naqddan beraveramiz. Yo naqd tursinmikan? Naqd beraveraylik. Bu yerniki arzon ekan. Menga narx qancha ekan bu? Necha dirham? Boshqadan oldik, 180 dirham bo'lardi. Ne o'zi necha dirham ekan so'raychi? Benzin narxi. Now how much for the 1 liter? 2.46. Qancha? 245. Arzon ekanda. Arzon Qolgan joyda 280 ha, benzini. Arzon bergan hozir. Arzon ekan. Thank you. Xo'sh, yo'q. Bo'ldi, kerak emas. Kerak emas deng. Xalas. Thank you. Arabcha ham yoramiz, inglizcha ham yoramiz. Salom. Pullaringni hammasini ishlatib kelgin deydi. Pul daxli yo'q ekan, uni ishlatib qayerga tugataman? Shu o'sha kelish kerak ekan, mezon olishga bizga. Bir kunga tugatib bo'lmaydigan pullar yig'ib taylangan. Bir umr tugatib ham bo'lmaydi pullar. Tugamaydi uka. Benzin arzon bergan. Benzin o'zi option, spontan arzon. Arzon bergan, chunki buncha raznica qilmaydi, avtomobilchi bu. 325 edi. 240 bergan. Короче, nechi bu? 100 dirham 25 so'm bo'lsa. Murodxon To'rayev ketdi, shoxollar ko'paydi, sen ham ketsang TikTokda nima bo'ladi endi? Aka TikTokdan ketayotganimiz yo'q-ku. Yo'q-ku. Nima bunday g'am qayg'uga botib qoldinglar? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi, siqilmanglar, bo'g'ilmanglar. Chumchuqdan qo'rqqanimizda tarix ekmaydik do'stlar. Mana o'sha aeroportga ketamiz yo'lda mana. Benzin qo'ydik. $300 bilan. Benzin qo'ydik mana. O'sha aeroportga. 300 ming so'm bilan polni 98. 300 ming so'm bilan. Короче, 1 litr benzin so'mda qancha bo'ladi? Sigaret bering. Aytayapman-ku. Короче, $300 ga 300 nechi 340 ming beradi? Ha, 340 ming. 340 mingga 45 ta polni bo'ldi. Shuni 98. 98 benzin ha? 8 ming, 7 ming.
so'mda 7000 so'm bo'ladi. Shunaqa. Voy bilan 7000 so'm. Necha tushasiz? Xudo xolasa tongda tushaman. O'zi hozir 15 minutda aeroportda bo'laman, 15 minutda. Reys 5 ta. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. 400 mingga 45 ta. Benzin arzon ekan, 98 gapirilyapti bu yoqda sizlarga. 95 yo 92 emas, 98 benzin. 98 benzin, $30, 45 ta. Qayerga ketyapsiz? O'zbekiston ketyapman. Soat necha bo'ldi Dubayda? Soat 2 bo'ldi. 2 bo'lmoqchi, hali bo'lgan yo'q. Bilmayman, dollar kursi O'zbekistonda qanchalik. Mana aeroportga kelyapman deyapman sizlarga. O'zbekistonga ketyapman. Bagajniklarimni ko'rsatsam ishonasizlarmi? Biletimni ko'rsatsam ishonasizlarmi? Hozir biletimni onlayn olingan. Borib registratsiya kuponni olib O'zbekistondan oston o'tsam ishonasizlarmi? Ko'rasizlar. Aeroport yo'li. Bilmasam endi boshga tushganni ko'z ko'radi. Sog'indim men bu narsani. Qachongacha yuramiz, to'g'rimi musofirlar? 8 oy bo'libdi. Ashta 8 oydan o'tdi ham, 9 oy bo'lyapti. Qachongacha yuramiz? Boramizki, Palibonga O'zbekistonga boramiz. Bugun bordik nima, erta bordik nima, to'g'rimi? Ertaga Qarshida bo'laman, erta kechga. Qarshida bo'laman, Qarshida. Erta kechga Qarshida bo'laman. O'zbekiston kelyapsiz ukam dedi. Qalaysiz, tog'a? Boryapman-da. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Da, beshonaga yozilgani bo'ladi. Onasini esa birov qizini zo'rlaganimiz yo'q, birov xotinini zo'rlab qo'yganimiz yo'q, birov bir joyga tegajog'lik qilganimiz yo'q, yo birov haqqini yeganimiz yo'q. Nimadan qo'rqamiz? Allohdan qo'rqamiz, bandasidan qo'rqmaymiz. Bitta Xudodan qo'rqamiz. Tamom. To'g'rimi, tog'a? Kutamiz aka, nasib bo'lsa. Salom, Parviz, va alaykum salom. Skada deydi. Kim skada? Kim skada? Nima uchun skada?
biz ham Qashqadaryodan ukam musobaqa bo'lyapti. Nasib bo'lsa boramiz. O'zim bir chiroyli ko'pkari qilaman. Kurash beraman. Elu xalqqa nasib bo'lsa borsam. Yaxshi yetib bir katta kurash beraman, polvonlar chaqirib, birinchi tovoqqa xudo xolasa mashinalar qo'yib, ikkinchi tovoqqa tuyalar qo'yamiz, uchinchi tovoqqa otlar qo'yamiz. Zakonni kurash beramiz ko'pkari bilan. Zo'r polvonlarga bir haq beraylik. Bir onasini ham polvonlarga haq beraylik. Kurashlar sog'indim. Dahshat kurash bo'ladi biz tomonda. Voy billat. Shunaqa polvonlar keladi, voy onasini ham tomosha qilib, kak jahon chempionatini tomosha qilgandek bo'lasizda. Kurash zo'r bo'ladi biz tomonda. Ko'pkari kurash haftasiga bo'ladi. Haftasiga kurash bo'ladi. Shunday kurash bo'ldi deydi. Mana misol bitta odam tashkillashtiradi-ku, u odam qo'yayotgan zotdan tashqari ham chekkadan oddiy xalqning ichidan shunaqa zotlar qo'yiladi. Men bitta kurashga kirib 50 million, 100 million pul qo'yib o'rgan. Har bitta polvonga 2 milliondan birinchi tovoqqacha kurashga pul qo'ygan. Bu polvon chiqsa ham 2 million qo'yaman, bu polvon chiqsa ham 2 million qo'yaman. Shuni maza qilasiz odam bor-ku. Bizda kurash zo'r bo'ladi. Kurashlar sog'inma odam, kurashlarni, ko'pkarilarni sog'in. Qachon kelasiz, yo'ldamisiz? Ha, aeroportga ketaman mana. Mana bu yerga yomon o'tlar bor lekin. Arablarni ham o'tlari katta bo'ladi, zo'r bo'ladi, dahshat bo'ladi. Aeroportga ketaman, aeroportga. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin, rahmat. Duo qilib turinglar, xudo xolasa. Ertaga tushaman. 3 soatda kelasiz. 4 soatda. Samolyotda bitta uxlaymiz. Rahmat opalar, rahmat. Chiroyli duo qilib turgan opalarga rahmat. Salomat bo'lsin o'zlari ham. Toshkentga nechida qo'nasiz? Bugun dugonam ham keladi Dubaydan. Ko'rib qolsam sizni ajab emas. Balkim bitta reysda tusharmiz dugoningiz bilan. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Oq yo'l, rahmat. Parvozimiz bexatar bo'lsin oldindan. Gunohlarimiz bo'lsa osmonda yo'qolib qolishimiz mumkin. Gunohimiz ko'p, biz osmonda, Xudo kechirmaydi-da. Osmonda titilib ketishimiz mumkin. Buf etib samolyotda o'zida. Samolyotda o'zida tarki dunyo qilaverishimiz mumkin. Shuning uchun gunohlarimizga qaraydi Xudoyim. Gunoh savoblarimiz taroziga tanlaydi. Agar savoblarimiz ko'p bo'lsa, uchib yaxshi tushamiz. Agar savoblarimiz bo'lmasa, osmonni o'zida parcha bo'lib ketamiz. Salom. Sog' salomat keling, rahmat. Ko'zga nima bo'ldi deydi. Ko'zga ishlasa bo'lgan yo'q. Qosh yo'q, qosh. Bitta qosh yo'q. Alloh hammamiz gunohlarimizni kechiradi, to'g'ri. Salom. Osmonga chiqqan payting his qilasan-da meni gapimni. O'zida qidiruv deydi-ku deydi. Bo'lmagan gap, biz nima onasini ham jinoyatchimiz. Qidiruvda bo'lamiz, Kim chiqargan shunaqa videolarni? Mana o'sha aeroport, mana. Ishonmayotganlar mana. Yolg'on gapirayotganim yo'q, mana aeroport. Mana.
Aeroport. Вот это аэропорт. Это большой аэропорт. Aeroport. Xudo xolasa 4 soatdan keyin O'zbekistonda bo'lamiz. Nasib bo'lsa. O'zbek ayollarni Dubayga borib gapiribsiz. Atrofingizga shunaqalar yig'ilganmi deydi. O'zbek ayollarini deb o'zbeklarda deb gapirmaganman. Shahda ko'rganlarimni gapirganman. Assalomu alaykum, oq yo'l. Yaxshi inson, rahmat. Sardor yomon niyat qilma, Alloh asrasin. O'rtosh bo'lsang, dengiz tagida cho'kmaysan, sudralmaysan. Bir xil turasan. To'fon bo'lami, bo'ron bo'lami, yengil bo'lib shallaqi tosh bo'layotgan bo'lsang, yerga tushmasdan qandaydir harom baliqlarni oshqozonida yemish bo'lib ketasan. Nima qilasan? Qo'tag'imni g'ashini keltirib, har xil narsalarni yozib. Bir xil bo'lgan ukam, bir xil bo'lgan. Bo'lmasa opishib yo'qol onangni sikib. Qo'taq bormi bu yerda meni ko'rib? Bir xil bo'lgan ukajon, bir xil. Ukam bir xil bo'lgan. Dada deb yurayding. Aka uchaman sizdan oldin yozing srochni. Bo'ldi, hozir uchaman hozir. O'zi men aeroportga keldim. Salom. Hech narsa bo'lmaydi onasini emishon. Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa javob beraman. Hech narsa bo'lmaydi. Men o'zim uchun qalbimdan pokman, tamom. Nima deb o'ylaydi odamlar, kimdir ular nimadir qiladi, menga barabanim onasini emishon. Vatanni sog'indim, tamom. Onamni sog'indim, otamni sog'indim, всё. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Keldim o'sha 2 soat, 4 soat uchadim, 3,5 soat uchadim. O'zbekistonda bo'laman. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aeroportdaman o'sha mana. Jipchalan, qaranglar mana, jipchalan. Bismillah. Dodge ham chiroyli ekan. Dodge Challenger. Toshkentga qo'naman, Toshkent. Dodge Challenger mana. Dodge Challenger Patriot. Assalomu alaykum.
Oh, Dubai. Salomat bu Dubai. Seni yaxshi ko'raman. Sen bilan iliq. Dubai bilan iliq taassurotlar bo'ldi mana. Necha bir 6-7 oy yurdimmi? 7 oy, 8 oy Dubayda yurgan bo'lsam, bag'da yaxshi insonlar bilan tanishdim, zo'r insonlar bilan. Yoninglar sog' bo'lsin. O'zbekistonda ko'rishamiz, xudo xolasa. O'zbekistonda ko'rishamiz. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. O'zbekistonda ko'rishamiz. Ketdimi? Sumkani qisqartirib olay, bular juda katta bo'ldi. Onasini o'zi ichimdan boshqacha narsalar o'tyapti. Şokta herkes salon. Herkes tedbiren bu mu? Xudoyim ey.
Kesin. Ha? 3 emas. Tushirgan. Kellaga borishimiz kerak. Kella. O nasıl olmasa. Kulak. Xullas. Salomat bo'linglar. O'zbekiston ketamiz. Agar bu oxirgi premyerimiz bo'lmasa, borgandan keyin diydor ko'rishamiz. Joninglar sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'raman.